Assalomu alaykum do'stlar, YouTube muxlislari hamda kanalimiz obunachilariga ko'rib turganingizdek, seximizda gazablo ishlab chiqarish sexiga kelganmiz. Bu sexda gazabloylari 20, 30, 60 razmerda avtoreskalarimizda diagonallari yu razmerlarigacha standart holatda chiqariladi hamda klientlarga poddomlarga taglab chiroyli qilib qo'yganmiz. Seximizda ishlab chiqarishdan tashqari stanoklari ham tayyorlab beriladi. Ko'rganingizdek penablo stanoklari komplekt holatda hamda gazablo qoliplari, qo'shimcha qolip so'ragan ekanimizga qo'shimcha qoliplari taklab tashlaganmiz. Nechta kerak o'zi shu holatda. Komplekt so'ragan ekanimizga gazabloyni komplekt holatdagi stanoklarimiz, suv bochkalarimiz, mishalkalarimiz, rushnoy reskalarimiz ish boshlab turgani, keyin avtoreska qilsa bo'laveradi mana bunday holatda. Hamda qoliplarimiz do'stlar. Hamda penabloyda ham qoliplari komplekt holatda xohlagan akamizga обычный, xohlagan akamizga yevro qoliplari. Xohlagan akamizga mana yotiq 6 tali qoliplarimiz do'stlar. Murojaat uchun ekrandagi telefon raqamlarimiz, like bosib kanalimizga obuna bo'laverasizlar. Hammaga rahmat.